distressed, but I kept searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head. Ko'rkamchilik o'yin formatida boshlanadi. Tak, hammaga assalomu alaykum. Yangi vlogga, ya'ni birinchi vlogga tushyapsizlar. Birinchi vlogimiz sayohat vlogi bo'ladi, ya'ni Janubiy Koreyadan Malayziyaga 7 kunlik sayohat haqida. Va xohlasa biz hozir aeroportda turibmiz. Hozir check-indan o'tib oldik, ya'ni registratsiya qilib oldik. Hozir bu yerda mana olgan bor, Sevaratman bor, akam bor. Qolgan she'rlar hozirxonaga ketgan. Xullas reysimiz 3 soatlik kechikkan ekan. Eng oldin kutamiz. Lekin forma ochiydi. Ungacha choy ichib, qorin to'qlab boshlaydi. Qilamiz. Endi aeroportda bilmaydi. Nima beradi, nima yo'q. Ko'ramizlar? 1 2 3. Qimmatlasizlar. Qimmatli lekin Gado aytayım. Mani hayotim. Mana qimmatli. Kuala-Lumpur go go. Yetadi o'sha. Opa, singillar. Bizga nimamiz kechikkanligi uchun, reysimiz kechikkanligi uchun kupon bergan 15 minglik. Buni ko'rsatib, shu nimadagi aeroportdagi xohlagan bir choy ichgan joyga kelib, choy ichsak bo'lardi. Bu kechikkanligi uchun reys 3 soatga. Yo, what's up? Biz mana hozir anaqa Malayziyaga ketyapmiz. Malayziyadan hozir Xitoyga buyuk nima Xitoy devorini ko'rgan o'tamiz. What? Xitoy devor Xitoyda-yu. Yo'q, gapirayotgan pottilaysiz. Men hozir udeshim safarga qildim hozir. Shunday asabiylashdim, shunday. Pasportim o'tishmadi. Hozir shunday alohida joyga borib, pasport shimsadan o'tdim. Keyin bilsam vizangiz muddati oz qolibdi. Nima bor chetga chiqishdi. Aylanib kelaman dedim. Kelib vizangiz cho'zdiring dedi. Bo'lmasam o'yish cho'zib qo'yamiz deydi. Yetmasa bo'lmaydi, kadrni buzmasa bo'lmaydi bu. Mana. Bu qanaqa joy uchun kimlar uchun ekan mana. Kasallar uchun, nogironlar uchun, xatlar uchun, bolalar uchun. Va qol bu. Hi. Okay. Va qol bu. Nima hol bu? Qaysi? Sorry. Yosh avlod. 2 yosh. 2 yosh bebash. Boshqasi bu. Bu Osakaga uchar ekan, Yaponiyaga. Bundan keyin bizga uchadi. Biz Said tarafga oldik endi. Shu orqali 122-ga yetib chiqamiz. Odam juda ham ko'p, o'zimizcha. Bizlar uxlaymiz deb keldik. Malayziyaga odam ko'proq uchar shekilli. Yo. Odamni qaraydi. Biz suvdan o'tamiz. One hour later. Endi turistlar yo'qda. Uxlab turibsan. Qishloq bo'laman bor. Endi uxlab turibdi. Hovliga shunaqa uxlayapti. Xullas. If you have not solicited the application, QR codes are also made available in the airport for your convenience. For your information, Biz nihoyat yetib keldik Kuala-Lumpurga.
Kelsinlar Malayziyaga. Kelsinlar. Tak hozir bu yerda tekshiruvdan o'tib oldik. Tekshiruvda nima kerak deb kelyapsan? Necha kun turasan? Qaytish biletingni ko'rsat. Tak nima so'radi? Endi mehmonxonani manzilini ko'rsat deb so'radi. Mendan hech narsa so'ragan yo'q. Hech nima so'ragan yo'q hech kimdan. Mendan ko'p narsa so'radi ekan ostan. Tilni bilasan. Mashinaligingizni bilgan tushunadi. Qarasa cho'tta mashkan qilib kelgan. Rosa gaplashdik. Biz taksiga tushdik. Okay. Yo'lda o'ng tarafda bo'lgan taksiga o'tdik. Welcome to Malaysia. How are you, bro? Good, very good. Very good. Mana liftamizniki mana. Hamma ko'rib toshib yotgan. Xonaga yetib keldik. Shurumchak. Albatta, birinchi o'yinimiz. Xonamiz 2 kishilik. O'nsiz ekan bilan qolamiz. Xo'p, bu tarafda nonchi chiqamiz. Nonchani xona tarzida qilishga harakat qilyapman, lekin iloji bo'lmayapti. Nonlar shu Malayziya ovqatlariga asoslangan holatdagi sosiska, tuxum barak, patilgan tuxum. Mana do'stidan chiqarilgan non, toster. Bilan qoldik. Xullas soat 11 bo'ldi bizda va biz bugungi birinchi manzilimiz qayerga ekan? Tog' ekan. Tog'. Nomini esdan chiqib qoldi. Qasd tog'ga chiqamiz, Xudo xolasa. Sheriklarni kutyapmiz. Biz chiqish joyimiz bu yerdan olib ketish kerak edi. Hozir sheriklar kutyapmiz, bizdan tushish kerak. 36-eng tepa qavatdan bitta pastga qavatga yashab qo'ydik. Biz endi ertaga kutib turamiz sheriklarni. Varaqlardan o'sha qilib. Xo'p do'stlar, sizlarga aniq to'liq ma'lumot bera olmadim. Biz hozir Malayziyaning Kuala Lumpur poytaxtidamiz. 11-sentyabr kuni Janubiy Koreyadan uchganmiz va bugun Xudo xolasa ikkinchi kunimiz. Agar sayohat qilmoqchi bo'lgan bo'lsanglar, Malayziya ayniqsa Koreyadagi yurtdoshlarimiz uchun, bizga o'xshagan studentlar uchun ham qulay, ham arzon turlardan bittasi ekan. O'shaning uchun birinchi davlatda shu Malayziyani boshlashga qaror qildik biz ham. Biz akranamiz kelgan. Ishda mashinaga ketamiz. Toqqa ketyapmiz. Toqqa ketyapmiz. Короче, rolda bo'lsin, majda ko'chim. Normal yuraverasizlar. Qanaqa yo'l yo'l o'tdi. Yo'l mana o'ng tarafda, ishonmanglar. Xo'p, qani ketdik. Video olmayapman. O'kiz beraymi? Qachon ekan hozir? Xudo xolasa. Apam gadis nak ada betul dah. Apa? Tahu tu sekolah itu bulan bulan yang kita yaxshi video keluar lagi. Ayam bu da cinnis ikan, cinnis ikan. Ini apa bos? Ini apa bos? Oh. Aslında qo'yish kerak edi. Oh, nastal. Ochilning gullari, nastali. Bu asali bittasi yaratgan o'xshaydi. Mamlakat kartalardan foydalansanglar bo'ladi. 72 soatda yetadi. 3 kun kelib, ikkinchi chiqib
Eskalada aylab ketsa bo'ladi. $5 to'g'ri kerak. Hangisi to'g'ri? Tantani yaxshi ko'rinmayapti, qo'rqishman. Tantani sutlanisa itak Mountain View bo'lyapti. Nega yo'qolgan edi? Geleta. Riskali, Да. Вау. Прям полный глаза. Ох, боже. Пончики. Bajarib qo'ymayapsan. Kalidalarni не будь забывать, майдай здесь. Voy, tashakkurlarim aytasan. Har kuni majburlikdan somsa ekanman. Obulchik! Oyoqdami miyasi? Nargiz! Nargiz, dukadan ketaylik! Xo'sh, xudo xohlasa bugungi kunni boshlab oldik. Bugungi kunda Kamerun, ya'ni Malayziyaning Kamerun shahriga boramiz. Hozir hoteldan chiqib, shu mashinamizda Alendranklarda ketyapmiz. Lekin bu yerda video juda ham chiroyli ko'rinadigan, tim bo'lib bu yerda metro o'targan. Ro'paramizda mashhur Twin Tower. Demak, lokatsiyamiz zo'r. Endi xudo xohlasa ketamiz. Bu olis 18 yoshimda edi. Bu variant mana juda xillar bo'ladi. Jam 13.35 ringgit bo'libdi. Yo'limiz uzoqligi sababli o'tida qonunimiz ochib ketib, McDonald'sga to'xtadik. Hozir shu McDonald'sga kiramiz. Big Mac. Help me. Help me bo'lmaydi. Help me ham bo'laman aka. Kichkintoy. Shunaqa ham kichkina bo'lasanmi sen? Menga ber. 3 ta qo'ylab keldim-da. Biz mana hozir nima edi? Choymidi? Choy. Kamerun. Lekin buni choylar qaranglar. Mana choy. Shunaqa bo'lar ekan. Mana ikkisidan qan, ular ikkisidan. Men shundoq qiynab keladi bu arku, shunday minalarni chiqdi ishlash, sustlarni yo'qlashib ketdi bu arku. Mashinalar ham bir
같이 있다만 병원은 쓰레기 같은 자령이랑 지금 아 나 머리 아파 죽겠어 사실. 나 봐봐 나 이게 뭐야 엉망이잖아. 싸가지 새끼들이었어, 싸가지. 야 싸가지 진짜. 아 진짜. 야 운전기사가 미성년자래. 아 진짜 어떡해. 그래도 얘 손 잡았어, 다리 잡았어. 그거 안- So'raman, tuvalka ketdi. Mana biz hozir aynan mana shu yerda qaysi davlat oshxonasi? Pokiston. Pokiston. Pokistonlarimiz. Pokiston ovqatlari yeyishga keldik. Namaste. Guruchlar qaydan oshlar shekilli. Sariq guruch, aralash guruch, rangli guruch, palovlari bor, bizillari bor, shashliklari bor ekan. Boramiz. Biz hozir Pokistonda milliy ovqatlar, ya'ni plov bo'larkan, keyin chicken nima deydi? Non ekan bu nomi. Keyin dimdan yo'qshilar. Koreyadagi studentlar Malayziyada hayot mana 3-chi kunda tomga yana boshlab oldik. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oy. Biz hozir zo'bar kelgan. 1 2 3. Nega o'tdi? Xullas hozir erkaklar yoshlar bilan she'r ko'rgan yetyapti, she'r. She'rmisiz? Yo'q, eshitmisiz? qarab turinglar. To'da fon dushavali sal yaqinroq turinglar. Sal yaqinroq turinglar fon dushavali. Keling, meni ashna tiriq qilib olib qo'ying bitta. Qo'lingiz bilinib qoladi. Bilmayman. Bu taraf Oling. Egizaklar biraz ko'rinmay qoladi, qobiliyat kestirmaydi. Qornim Abed bilan kechagi o'zimni tillogan, mana shu sizga tashlashimiz kerak. Gruppaga tashlab qo'yinglar. Ketdik. Basharadan olish bo'yicha chempionlik Nonni qo'ying kattaligini. Qo'y olavermasdan qo'y. Voy, kattaligini qaranglar. Very big. Keldim. Başka zo'r ekan, ortiq ekan. Wow. Hamma tong biz soat 4 bo'lganda hamma bilan Rintang degan adashmasam Rintang edi. Rintang degan orolga ketyapmiz. Sababi ertaroq yo'lga chiqishimiz kerak. Yurgan qolamiz. Sheylar chaqirgani. Soat 4da mana. Are you ready? Yes, how are you? Zavqlanishni bilmaysizmi siz?
Xullas do'stlar, biz Orolga yetib keldik. O'rtada 1 soatlik yo'l bosdik. 1 soat-u yana bir 10 minut adashmasam. To'g'ri qornimiz ochgan edi, ko'p narsa yoqmadi, lekin bu Orolga kelgandan keyin hamma narsani unutib yubordim. Qiyinchilik yo'q, borib nimasini kutganlarimizni, tushunmovchiliklar hammasini, lekin atmosferani qaranglar. Bunaqa Orolga birinchi marta kelishim. Bunaqa suvi tiniq dengizda, okeanda endi ko'ryapman. To'g'ri, Koreyada ham bor edi-yu, bunaqa atmosferada emas edi lekin to'g'risi. Bu yoqda mana palmalar. Hozir mehmonxonaga gaplashgan ketishgan tanitlar. Ungacha biz turibmiz. Vlog olyapman. Xudo xolasa hozir mehmonxonaga joylashib, albatta bu yerda voleybol o'ynash maydonchasi bor ekan. O'zimiz bilan to'p olib kelganmiz. Voleybol o'ynaymiz. Hamda agar ulgusak, cho'milib keyin nimada ulgusak, xayol gaplashib, dengizning o'rtasiga o'tib, xudo xolasa baliqlar bilan suzgan videomizni ham qo'yaman xudo xolasa. Ungacha hozir avval mehmon haq olsak, bundan yaxshi ekan bo'laveradi. Lekin quyosh juda ham isityapti, qizdiryapti. Sankren surkab olganman. Lekin juda ham qoraytiradigan quyosh bo'lyapti. Arziydi. Chidaymiz, sabr qilamiz. Oldida sontalarni chekilib, bunga olsangiz, videolarda sizlar halolarni Agora fica assim, não dá pra ver. Já tá chegando agora. Vamos lá, vamos lá. 하나, 둘, 셋. Biz Orolda qoldik, Orolga insonlar shunday hamlik bilan chiqdim bu yoqda istirohat qildik. Hozir ham taqdirlanmoq. Oblaka. Ayva. Yaxshi. Agar sinatlar bo'lmasa, kim ovoz beradi? Sinatlar ko'p gapirib qo'ydi, to'g'ri. Anaqa parod qilib qo'ydi-da, o'zini umuman Usta chiqarib o'ryapsiz hozir. Sezdirib qo'ydingiz. Davay. Sezdiraman. Bilib qo'ydingiz, davay. Aka shu. Ketdi. Hamma tashlayapti, hozir biqitlar bo'lmayapti kimga. Sinatlarga nech Sevara. Bizni Malayziyaga bo'lgan sayohatimiz bugun o'z nihoyasiga yetyapti. Xudo xolasa aeroportga keldik. Sal yomg'irli havo, ertalabda 11-15 uchamiz. 6 kun tugadi birpasda. 11-15 soat uchamiz. Xudo xolasa. Hammaga rahmat. Sizlarga rahmat. Sog' bo'linglar aka. Asliga ko'rsadik. Thank you bro. Rozi bo'linglar. Sog' bo'linglar. Qanaqa qilib qo'ying? Yutishlar kerak. Ziyod, leh qo'ying. Bitta. Uzatlar, mana bitta bo'lsa. Bitta bo'lsa uzatlar ketishdi.
Nima desa hammasi.